Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bloklar haqida gaplashamiz. Sizlarga men asosan 3 ta основной blok turini o'rgataman. Birinchisi order blok, ikkinchisi breaker blok, uchinchisi mitigation blok bo'ladi. Order blok deb impuls boshlanishidan oldingi svechani olsak bo'ladi, lekin to'g'ri kelgan svechani, ya'ni to'g'ri kelgan impulsdan oldingi svechani ololmaymiz. Sababi u svechani olishi ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Bu haqida men sizlarga to'liqroq hozir grafikda tushuntirib beraman. Xo'p akalar, order blokka hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni order blok olishimiz uchun bizning asosiy 4 ta qoidamiz bor. Xo'p, o'sha aytib o'tganimdek, impuls boshlanishidan bitta oldingi svechani order blok deb olsak bo'ladi. Qachonki bizning qoidalarimizga to'g'ri kelsa, o'shani order blok deb olsak bo'ladi. Xo'p, birinchi qoidamiz o'zidan keyin FV ga bo'lish kerak. Xo'p, mana biz order blok deb shu svechani olmoqchimiz, sababi o'zidan keyin impuls bor. Xo'p, birinchi qoidasi o'zidan keyin FV ga bo'lish kerak. FV ga bizda bor. Ikkinchisi, o'zidan oldingi svechani likvidini yechgan bo'lish kerak. Ya'ni order blok o'zidan oldingi svechani likvidini yechgan bo'lishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepa qismdagi likvidi yechilgan. Keyingisi, uchinchisi, o'zidan keyingi svecha order blokni yechib qo'ymagan bo'lishi kerak. Ya'ni order blokdan keyingi svecha, bu impulsning svecha order blokka soyasi bilan ham, tanasi bilan ham urib qo'ymagan yoki yechib qo'ymagan bo'lishi kerak. Bu shart. To'rtinchisi, o'zidan keyin shu aytib o'tganimdek impuls bo'lishi kerak. Agarda shu 4 ta qoidamizga to'g'ri kelsa, shu olmoqchi bo'lgan svechamizni, o'shani biz order blok deb to'liq soyasi bilan olsak bo'ladi. Xo'p, yana bitta joyi, agar sizlar order blok olmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda yo'nalishga qarab olishingiz kerak. Sababi agar sizlarda trendinglar uptrend ketayotgan bo'lsa, sizlar hozirgi narxdan tepa qismdan sell uchun order blok topib, sellga kirishinglar maslahat berilmaydi. Nimaga? Sababi sizlar trendinglarga qarshi ishlayapsizlar. Trendinglarga qarshi ishlagan narsa hech qachon ishlab bermaydi. Ishlab bersa ham bir marta omadinglar kelgan bo'lishi mumkin yoki nimadir boshqa sabab bo'lishi mumkin. O'sha narsa yurib berganiga. Lekin har doim trend bo'ylab, oqim bo'ylab savdo qilish maslahat beriladi. Agar sizlar order blok bo'yicha ishlamoqchi bo'lsanglar, sizlarning trendinglar misol uchun uptrend ketayotgan bo'lsa, sizlar hozirgi narxdan pastdan order blok qidirib, order blok olib, o'shandan kirsanglar, ya'ni kirish nuqta qilsanglar bo'ladi. Hop, hozir endi sizlar bilan order blok orqali kirish nuqta, stop loss xatga qo'yiladi, take profitlar xatga qo'yiladi. O'shalar haqida gaplashamiz. Hop, hozirgi holatda bizda buy uchun order blok bor. Endi keyingi qiladigan ishimiz bozor shu order blokimizgacha atkat bersa, shu order blokdan biz buyga risk qilsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir bizda ikkita kirish nuqta bor. Birinchisi order blok boshidan, ya'ni uchidan, keyingisi 0.5 formatsiyasidan, ya'ni o'rtasidan. Order blok o'rtasidan yoki uchidan kirish nuqta qilsak bo'ladi. Stop loss har doim order blok minimumdan sal pastroqga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, order blok eslab qolinglar akalar, har doim bir marta ishlab beradi. Ikkinchi, uchinchi marta order blok ishlab bermaydi. Ya'ni order blok orqali bir marta kirish nuqta qilsanglar bo'ladi. Bir marta kirish nuqta qilganingizdan keyin eng kamida 30-40 pip tushirib bergandan keyin order blok o'sha ishlab bergan hisoblanadi. Va SMC bo'yicha ishlab bergan order blokka sizlar o'zingizlar adashib ketmaslik uchun tab deb belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, hozir sizlar bilan real bozorda order blokni ko'rib chiqamiz. Xo'p akalar, hozir biz tillarni chartitamiz 1 soatlik time frame'da. Hozir birgalikda order blok ko'rib chiqamiz. Xo'p. Hozirgi holatda bizda bu holatda order blokimiz bor ekan. Mana shu svecha men order blok olmoqchiman. Nimaga imенно mana shu joyga ahamiyat berdim? Sababi bizda impuls bor edi. Boya aytib o'tganimdek, order blok har doim impulsdan bitta oldingi svechani order blok sifatida bitta qarab tekshirib, agar qoidalarimizga mos kelsa, o'shani ishlatsak bo'ladi. Hop, mana shu svecha men order blok qilib oldim. Hop, hozir mana shu svecha men order blok qilib oldim. Buni OB deb o'zimiz uchun yozib qo'ysak bo'ladi. Endi shartlarga qo'yib chiqamiz. Birinchi sharti o'zidan keyin impuls bo'lish kerak edi. Impulsimiz bor. Ikkinchi sharti o'zidan keyin FV ga bo'lish kerak. Hop, bu yerda FV gasi bor. FV gasi bor. Keyingi masala. O'zidan oldingi svechani likvidini yechgan bo'lish kerak. Ko'rishingiz mumkin, o'zidan oldingi svechani likvidini yechgan, ya'ni minimum qismini yechgan. Keyingisi, o'zidan keyingi svecha order blokka yechib urib qo'ymagan bo'lish kerak. Ya'ni order blokdan keyingi impulsning svecha order blokka yechib qo'ymagan bo'lishi kerak. Ko'rishingiz mumkin, mana order blokka minimumni yangilab qo'ymagan. Hop, bizda qoidalarimizga to'g'ri keldi. Order blokimiz idealni to'g'ri keldi qoidalarimizga. Hop, ko'rishingiz mumkin, mana biz order blok orqali kirish nuqta qilindi bu yerda. Order blok orqali kirish nuqta qilindi. Stop loss order blok minimumdan sal pastroqga qo'yiladi. Take profit bo'lsa, oxirgi qoldirilgan maksimumga qo'yiladi. Xo'p akalar, ko'rishingiz mumkin, bu svechani order blok qilib olishimiz uchun hamma qoidalarga to'g'ri keldi. Bu svechani men order blok qilib o'zim uchun belgilab oldim. Endi shu order blok orqali men hozir kirish nuqta qilmoqchiman. Shu joydan biz kirish nuqta qilsak, stop lossimizni order blok minimumidan sal pastroqga joylashtiramiz. Take profit bo'lsa, oxirgi qoldirilgan maksimumga qo'yiladi.
Kirilgan nuqtamizni 4242 narxdan ko'ramiz necha pip tushirib bergan. Ko'rishinglar mumkin akalar, kirgan nuqtamizdan take profitimizgacha 580 pip tushirib bergan. Xo'p akalar, ko'rishinglar mumkin. Hozir sizlar bilan order block mavzusini ko'rib chiqdik va tekshirganimizda mana idealniy ishlab bergan. Endi hozir men sizlarga breaker block va mitigation block mavzusini tushuntirib beraman. Lekin eslatma, agarda siz order blockni hali to'liq tushunmagan bo'lsangiz, maslahatim videoni orqaga qaytarib, order blockni to'liqroq tushunib olib, undan keyin breaker block va mitigation blockni o'rganishingizni maslahat beraman. Sababi, agar siz order blockni yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, yaxshi o'zlashtirmagan bo'lsangiz, breaker block va mitigation blockni tushunmay qolasiz. Sababi bu ikkalasi bir-biriga bog'liq narsalar. Xo'p akalar, hozir men sizlarga breaker block tushuntirib beraman. Ya'ni breaker block bu o'zi nima? Breaker block bu buzib o'tilgan order block hisoblanadi. Ya'ni siz buy uchun order block topdingiz. Bu order block orqali kirish nuqta qilib stop losslaringizni joylashtirdingiz. Lekin narx bu order blockingizni buzib o'tib stop lossingizni oldi. Ya'ni order blockingizni tanasi bilan yorib o'tdi. Endi sizni order blockingiz ishlab bermadi. Lekin bu ishlab bermagan order blockingiz ham hali ham o'z kuchini yo'qotmagan. Sababi order blockingiz buzib o'tilgandan keyin bu order blockingiz sizni breaker blockka aylanadi va bu breaker block orqali siz o'sha qarama-qarshi tarafga savdoga kirsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir men sizlarga grafikni to'liqroq tushuntirib beraman. Ya'ni qaranglar, sizlarda order blockinglar bor. Bu order blockinglar sizlarga buy uchun xizmat qiladi. Tasavvur qilinglar, bozor tushdi, order block, ya'ni buy uchun order block orqali sizlar buyga savdoga kirdinglar. Lekin buy uchun savdoga kirdinglar. Stop lossni order blockni minimumdan sal pastroqga joylashtirdinglar va oxir-oqibat nima bo'ldi? Bu order blocklarni narx kuchli impuls bilan buzib o'tdi. Ya'ni svechani tanasi bilan. Ya'ni svechani tanasi bilan buzib o'tilgan order block bizda breaker blockka aylanadi. Endi qaranglar. Hop, hozir bizda order blockimiz buzib o'tildi. Ya'ni breaker blockka aylandi. O'sha bu order blockni biz o'chirib tashlab breaker block deb yozib olishimiz kerak. O'zimiz adashib ketmasligimiz uchun. Hop, breaker block deb nomlab oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Bozor kuchli buzgandan keyin bu breaker blockimizga atkat beryapti. Ya'ni o'sha bu yoqda bizning buy zelkamiz yopildi, ya'ni stop loss oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bozor breaker blockka atkat bergandan keyin biz sellga savdoga kiramiz. Stop lossimizni breaker blockimizni tepa qismiga, ya'ni breaker blockimizni maksimumdan sal teparoqga joylashtiramiz. Va breaker block orqali biz o'sha bu yoqdan sellga kirsak bo'ladi. Xo'p akalar, hozir men sizlarga real bozorda breaker block ko'rsatib beraman. Xo'p, ahamiyat beringlar. Mana bu qismda impuls bor ekan, men shu order block qilib olmoqchiman. Imенно shu svechani. Eslab qolinglar akalar, biz bozorda hech qachon breaker block qidirmaymiz. Biz har doim order block qidirib topamiz. Agar o'sha order blockimizda ishlab bermasa, ya'ni buzib o'tilsa, biz buzib o'tilgandan keyin o'sha order blockka qarama-qarshi tarafga, ya'ni breaker blockka aylangandan keyin o'sha order blockka qarama-qarshi tarafga savdoga kiramiz. Mana men order block qilib shu svechani oldim. Endi qoidalarga bitta-bitta qo'yib chiqamiz. Hop, birinchi qoidasi o'zidan keyin, ya'ni order blockdan keyin impuls bo'lishi kerak. Impuls bor. Ikkinchisi, bizda FVG bo'lishi kerak. FVGimiz bor. Uchinchisi, o'zidan oldin, ya'ni order blockdan oldingi svechani order block qilib olmoqchi bo'lgan svechamizni likvidini yechgan bo'lishi kerak. Hop, likvidi yechilgan maksimum qismi. Endi keyingi qoidasi, mana oxirgi qoidasi order blockdan keyingi svecha, ya'ni impulsning svechamizni order blockka urib qo'ymagan bo'lishi kerak. Ya'ni likvidini yechib qo'ymagan bo'lishi kerak. Hop, order block qilib oldim. Ahamiyat beringlar, bu qismda order blockka yetib kelmagan bizda. Yetib kelmagan. Undan keyingi holatimiz bozor kelyapti, order blockdan reaksiya bermasdan order blockka buzib o'tib ketyapti. Ya'ni nima bo'ldi? Order block tanasi bilan yorib o'tildi. Hop, o'sha bu yoqda qaranglar. Bozor bu qismga tushgandan keyin biz bu yoqdan kirish qilganmiz, ya'ni buyga. Buyga kirish nuqta qilganimizdan keyin stop lossimiz order block minimumdan sal pastroqga qo'yilgan. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqda bizda stop loss kuzatildi. Ya'ni buy uchun qilingan setup ishlab bermadi. Biz bo'ldi, bu yoqda buy uchun chiqib ketdik. Endi kuzatamiz. Buni biz o'zimiz uchun breaker block deb belgilab qo'yamiz. Kelajak uchun adashib ketmaslik uchun breaker block deb belgilab qo'ydim. Va kuzatishingiz mumkin, ya'ni qanchadir muddat vaqt o'tgandan keyin bozor qaytib kelib o'sha breaker blockka atkat berdi. Atkat bergandan keyin akalar, o'sha aytib o'tganimdek, biz yoki boshidan yoki 0.5 formatsiyasidan kirish nuqta qilamiz. Stop lossimizni breaker block maksimumda bo'ladi. Agarda biz sellga ishlayotgan bo'lsak. Mana breaker block maksimumdan sal teparoqga stop lossimni qo'ydim. Hop. O'rta nuqtasidan men kirish nuqta qildim. Ko'rishinglar mumkin akalar, breaker block bizda idealni ishlab bergan. Take profitimiz oxirgi qoldirilgan minimumga qo'yiladi. Ko'rishinglar mumkin, kirish nuqta o'rtadan qilindi. Stop loss breaker block maksimumdan sal yuqoriga qo'yildi. Kirilgan nuqtadan
bozor yurib bergan, take profit oxirgi qoldirilgan minimumga qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, bozor kirilgan nuqtadan 547 pips yurib bergan. O'ylashim bo'yicha yomon rezultat emas. Xo'p akalar, hozir biz sizlar bilan mitigation blok haqida gaplashamiz. Mitigation blokgacha biz order blok va breaker blok haqida gaplashdik. Yaxshi tushundinglar degan umiddaman. Agar mabodo yaxshi tushunmagan bo'lsanglar yoki yaxshi o'zlashtira olmagan bo'lsanglar, videoni orqaga qaytarib, birinchi order blok va breaker blok haqida to'liqroq informatsiya olib, yaxshiroq tushunib olib, keyin bu mavzuga o'tishinglarga maslahat beraman. Sababi order blok va breaker blokdan keyingina mitigation blok paydo bo'ladi. Hozir buni to'liqroq tushuntirib beraman, lekin agar tushunmagan bo'lsanglar, o'sha gap birinchi order blok va breaker blokka qaytarib o'tinglar. Hop, endi temaga o'tamiz. Tasavvur qilinglar, sizlar order blok topdinglar bozordan. Misol uchun mana shu order blokni oldik, topdinglar. Buy uchun bu order blok bo'lyapti bizga. Buyga kirdingiz, stop loss minimumga qo'ydingiz va buyga kirdingiz. Qarabsizki, bozor narxi tushib, order blokingizni minusga tashlayapti. Ya'ni order blokingizni stop lossni oldi. Order blok ketdi, ishlab bermadi. Endi bu order bloki sizni breaker blokka aylandi. Breaker blok bo'yicha, ya'ni breaker blokka aylanish uchun bozor order blokni tanasi bilan yorib o'tish kerak. O'shandagina sizda breaker blokka aylanadi. Hozir bizda breaker blokka aylandi va qoidasi bo'yicha bozor bu joydan sellga reaksiya berish kerak. Lekin bizda hozir reaksiya kuzatilmayapti. Xo'p, akalar, hozir order blok topdik, ishlab bermadi, stop lossimizdan oldi. Hop, bu order blokimiz breaker blokka aylandi. Order blok ishlab bermagan sababli. Endi hozir breaker blok bo'yicha bu bozor aslida sellga tushib ketish kerak, lekin sellga reaksiya bermayapti. Endi kuzatamiz, tasavvur qilinglar, bozor yana qaytib eski yo'nalishi bo'yicha, ya'ni order blok yo'nalishi bo'yicha buyga buzib o'tdi breaker blokka. Ya'ni bu yerda hozir bizda breaker blok bo'yicha stop lossimiz joylashgan edi, u stop lossimizga ham ketdi. Ya'ni stop loss oldi bozor, bizani o'yindan chiqarib tashladi. Endi bozor qachonki bu yerga atkat bersa, ya'ni buzib o'tilgan breaker blok bizda mitigation blok hisoblanadi. Xo'p, hozir men sizlarga yana ham to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni bizda order blok bor edi, stop lossimizni oldi, breaker blokka aylandi. Breaker blok bo'yicha sellga kirdi, stop lossimizdan oldi. Endi hozir bozor mitigation blokka aylandi. Endi hozir biz buni MT blok deb olamiz, ya'ni mitigation blok. Ya'ni hozir bizga mitigation blokka aylandi. Buzib o'tilgan breaker blokimizni shu joydan biz yana buyga risk qilishimiz kerak. Nimaga? Sababi order blok topdik, stop lossini oldi. Breaker blokka aylandi. Breaker blok bo'yicha sellga kirdi, unda ham stop lossini oldi. Ya'ni bitta blokka bozor ikki taraflama buzib o'tdi. Demak, order blok, breaker blok ketdi. Order blok va breaker blok buzilgandan keyin bozor mitigation blokka aylandi. Bu zonada hozir biz buyga risk qilishimiz kerak. Stop lossimiz mitigation blok minimumdan sal pastroqda bo'ladi. Take profitimiz har doimgidek oxirgi qoldirilgan maksimumga qo'yiladi. Xo'p, akalar, hozir men sizlarga buni real bozorda ko'rsatib bera olmayman. Sababi real bozordan topish uchun mitigation bloki juda ko'p vaqt ketadi. Shuni hisobiga men sizlarga hozir ko'rsatib bera olmayman, lekin sizlarga ham bozorda mitigation blok yoki bo'lmasa breaker blok qidirib o'tirishni maslahat bermayman. Sababi buni qoidasi bor. Biz order blok topamiz. Qachonki order blok bo'yicha kirilgan savdoni stop loss olinsa, breaker blokka e'tibor qaratiladi. Agar breaker blokinglar ham stop bo'lsa, keyin mitigation blokka harakat qilsanglar bo'ladi. Lekin ungacha men sizlarga bozordan mitigation blok yoki bo'lmasa breaker blok qidirishni maslahat bermayman. Xo'p akalar, hozir sizlar bilan biz order blok, breaker blok, mitigation blok turlarini ko'rib chiqdik. Bu blok turlarini 5 minutlik time framedan boshlab любой tovarda ishlatirsanglar bo'ladi. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Ko'proq o'zingizlar ustingizlardan ishlab, praktika backtestlarni kuchaytirib, o'zingizlar ustingizlardan ko'proq ishlanglar. Hammaga rahmat e'tiboringiz uchun. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha.